Onajon, o'g'lingiz keldi. Endi ishini boshlaydi. Ajrasak. Papashonlar. Bur, onangni ko'rdik. Bilib qolganmisiz, seni sotaman aytib qo'yay. Topichka bilan gaplashyapsanmi? Zavqi? Bugun kimnikiga o'g'irlikka tushamiz. Bo'ri bobonikiga tushamiz. O'g'li Rossiyada-ku, pul jo'natish kerak bugun. Men bilaman. Bo'ri bobo. Rossiyada yuborgan pullarimni oldingizmi? Ha, oldim. Dada, orqangizda kimdir bor? Orqamda Ha, ehtiyot bo'ling-da, dada. Qishloqda o'g'rilar ko'paygan. xavotir olma. Pulni shunday joyga bekitganman. Onangni ammasi ham topolmaydi. Bo'pti. O'char. Kechqurun bo'ri boboni bo'rillatamiz. Qutloqdan qo'rq qaytmaydi. Ostona xatlab o'tilmaydi. Bebaraka balakat bo'ladi, xosiyatsiz. Onayoq bilan. Esoq yomon yerimchisan. Hech balo bo'lmaydi. Men senga nima dedim? Bir balakat bo'ladi dedimmi? Ana bu o'xlayapti-ku. Sovqi nima bo'ldi o'zi? Bo'ri buva tushida chuqurchaga tushib ketdi. Mana tush ko'rsam chuqurchaga bilib qaytib tushib ketadi. Hammada shunaqa bo'ladi. Sandanam, mandanam, umdanam. Shu yoqda ham shu qo'shiqmi? Qanaqa qo'shiq telefon? Alo, qachon kelasiz? Ishlashga qo'yasan yo'q. Jonimga ham tegding. Ajrashaman, siz bilan ajrashaman. Ajrasak. Papashonlar. Shavqi, sen xotiningni shunaqa ursaverib derski gapira olasanmi? Jinnimisan bu san telefoningda? Xotin, men senga hozir hammasini tushuntirib Mana tushuntirasiz. Bu Shavqi jo'ramida, Shavqi prikol qiladi, Shavqi. Qalbimga tushing, qattiq Yo'q, o'ylaman. xotin, men senga hayotda unaqa demayman. Qarochi, xotin, men uyga boraman, senga hammasini tushuntiraman, bo'pti. Kel. Yo, Shavqi. Bu bo'ri bobo bekorga afg'on urushiga qatnashmagan. Vertolyot kelsa ham topolmaydi deb uyda ichiga ekib qo'yibdi. Shustri emas. Nima deyiladi? Teknologiya. Tutuk bilan topaylik. Davay. Sen bilan topol. Men bir piyola choy ichib boraman. Zavqi, pulni topdim shekilli. Xotin, sen mendan bekor xafa bo'lding. Shavqi so'kdi-ku seni. Men seni boshimda ko'tarib yursam, bir og'iz yomon so'z gapirmaganman, xotin. Zavqi? Topichka bilan gaplashyapsanmi? Gapirsam gapiryapti-da. Bo'lib qolsan sen, tur ishni qilaylik, tur. Tunguga. Yigit samsachi bo'ladi. Qiz boyvachcha bo'ladi. Hozir men boboy turadi. Ikkoli ham aytaradi. O'choqqa yomon ketdi-da. Mana shu joyda ishda shunda katta o'zgarish bo'ldi-da. Shu joyda nimadir bormi deyman, ha? Onajon, o'g'lingiz keldi. Endi ishini boshlaydi. Sen ishni boshlamay turib yakunlamoqchimisan? Yor! Nimaga baqirasan? Hozir boboni uyg'otasan. Sizlarning endi davrlaring keldi. Kimsizlar? Ana, bobo uyg'ondi. Qanaqa uyg'otgan bo'lsa, xuddi shunaqa uxladi. Baqish, shoshma. Tashakkur. Salom alaykum.
Salom ber, salomlash. Ur qonangni kirdik. Yo'q qil raqibni, yo'q. Raqib yo'q, tamom, всё. Oba ketdi. Raqibning umriga zomin. Tamom, уже kalla qodadi, уже lataka kalla qodadi. Raqibni so'nggi manzilga kuzat. Raqib hayotda o'chib ketadigan holat. Malades. O ket. O bilab, malades. Baqish, malak. Hisob baqish. Bo'ldi. Aytdim-ku, bu ona avg'o urushga qatnashgan deb. Zavqi. Senlar nima qilyapsanlar? Bo'rbo, biz sizni tushingizga kirdik. Siz hozir tush ko'ryapsiz. Bular hammasi tush. Tush? Ha, Men tushimda nima qilyapsanlar? tushingizda o'g'irlikka kirdik. Yon qo'shni bo'lib turib, menikigami, ha? O'zingizda bo'lsang, Bo'rbo, oddiy bir tush bo'lsa, ba tushga nimalar kirmaydi? Ha, to'g'ri. Tushga nimalar kirmaydi. Tushda bu tush. Qarangda, shu o'g'lingiz Rossiyadan pullarni nimada jo'natyapti? Sening ishing bor. Bobo, endi bu tushga aytavering. Ha, tusha, o'g'lim Rossiyadan T-bankning Black kartasi orqali pul tashlaydi. Endi bilamiz, o'g'lingiz Rossiyadan ko'p pul jo'natadi, ha? Ammo foiz ushlab qolsa yutqazmaysizmi? Ay yo'q, Black karta orqali O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga komissiyasiz pul yuborsa bo'ladi. Chunki o'g'lim Black kartaning Pro versiyasiga obuna bo'lgan. Pro versiyasiga obuna bo'lsang, 50 ming rublgacha komissiyasiz pul jo'natasan. Qalay? Agar Pro versiyasiga obuna bo'lmagan bo'lsang, maksimalni 20 ming rublgacha komissiyasiz pul yuborsang bo'ladi. Rossiyada yurgan tanishlaring bo'lsa aytib qo'yinglar. 30-aprelgacha kartani rasmiylashtirsa, 1 yil mobaynida tekin foydalanishi mumkin. Bo'rbo, kartani qayerda rasmiylashtirsa bo'ladi? Oson, mana shu video tagidagi havola orqali rasmiylashtirsang bo'ladi, bacham. Bu uni qo'ying, Bo'rbo. Endi maqsadga yetaylik-da. Ammo o'g'lingiz jo'natgan pullarni qayerga yashirdi, shuni ayting. Boshimni qotirmalaring. Pullarimni qayerdaligini o'ngimda ham, tushimda ham aytmayman senlarga. Tur yo'qol tushimdan. Uxlayman men. Senlar tushimga kirguncha qo'shnimiz Mahfurat kampir kirsa bo'lmasmidi? Bo'rimni berardim senga, tushunim. Ish qilib kecha Bo'rbo bilib qolmagan bo'lsin-da. Bilib qolgan bo'lsa, seni sotaman aytib qo'yay. Kazyolsan sen? Kazyolsan. Sen kazyolsan. Sen kazyolsan. Bo'lmasa uyga kirib bilaylik, ana. Ko'nglini ko'tarish kerak. Qani? Bo'rbo! 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 Otam! Otam! Otaginam, qanday yaxshimisiz? Xonadonlar tinchmi? O'zingiz tinchmi? Kecha kechqurun bir yaxshigina dam oldingizmi? Shu desalaring oqshom bir tushimda bir jimmi bu ajinami bir bosibdi-da. Har bir yotishdan oldin bir nima tahorat qilib nima qilish kerak-da, bobo? Biz yoshingiz katta bir mesafet inson sizga o'rgatib bizga emas-ku, bobo. Ilohim, biz qiladigan ishlarimiz bor edi. O'tirsanglar sizlarga bir piyola choyim bor edi-da. Yur savqo'zni sezib qoladi, bobo. Biz 7 yildan 5 yilgacha ketamiz. Shavqa, sen bo'raverma, orqangdan bo'raman. Qo'ymadingiz, qo'ying xayonazni ham sen.